2026-yil 1-fevral kunidan boshlab ishlab chiqarilganiga 50 yildan oshgan transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi. Ular davlat ro'yxatidan chiqariladi. Antikvar avtomashinalar bundan mustasno. Oddiy odamlar shu bilan qozonini qaynatayotgandiku, yaxshi ish bo'lmabdi deya fikr yuritishga shoshilmang. 38 million odamning hayoti va xavfsizligi borasida o'ylagan inson Vazirlar Mahkamasi qarorining mohiyatini yaxshi anglaydi. To'g'ri, ma'nan eskirgan, texnik nosoz bo'lgan bunday avtomashinalar shundoq ham nisbatan kam. Biroq aynan shular yo'llarda eng katta xavfga aylanib, begunoh insonlarning, hatto bolalarning umriga zomin bo'layotgan edi. Shuningdek, 1-fevraldan boshlab umumiy vazni yuki bilan 44 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillari hamda karyerlar, konlar va shaxtalarda qo'llaniluvchi maxsus transport vositalari, yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilar hamda antikvar avtomototransport vositalari uchun alohida seriyali davlat raqam belgilari joriy etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Eng so'nggi yangiliklarni yo'l harakati xavfsizligi xizmatining rasmiy manbalarida kuzatib boring.